Bu video murojaatim farzandlarini Koreyaga jo'natmoqchi bo'lgan aziz ota-onalarga. Hurmatli aziz ota-onalar, agar siz farzandingizni Koreyaga o'qish uchun jo'natmoqchi bo'layotgan bo'lsangiz, iltimos quyidagilarni yodda tuting. Sizning farzandingiz o'qish uchun ketayotganligini doim eslatib turing. Sababki, bugungi kunda ko'plab talabalarimiz Koreyaga borgandan keyin sifatli ta'lim olishning o'rniga o'zlarini ko'proq qora ishlarga urishmoqda. Sababki ular oila boqish, oilasiga pul jo'natish mas'uliyatini o'z bo'yniga olganligi sabablidir. Koreya qonunlari bo'yicha talabalar haftasiga 20-25 soatgacha ishlash mumkin. Bu faqatgina o'zining kundalik xarajatlarini, o'qish xarajatlari uchun yetadi. Lekin bu o'zidan orttirib oilasiga pul jo'natish uchun yetarli emas. Shuning uchun sizdan bitta narsani iltimos qilamizki, farzandingizdan hech qachon moddiy yordam kutmang. Asosiy narsa yaxshi o'qish, yaxshi kasb egasi bo'lishini doimo eslatib turing. Chunki farzandingizning kelajagi uning bugungi kunda qanday bilim olayotganligiga bog'liq. Farzandlaringizni qo'llab-quvvatlang, ularga sabr bering hamda duo qiling. Chunki eng katta sarmoya bu bilimdir.